O'zbekiston Prezidentining AQShga tashrifiga oid muloqotlarimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xabar berganimizdek, davlatimiz rahbari ayni kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidentining taklifiga binoan Tinchlik kengashining dastlabki sammitida ishtirok etish uchun Washington shahrida bo'lib turibdi. Ushbu tashrifning geosiyosiy ahamiyati, Tinchlik kengashida O'zbekistonning ishtiroki, iqtisodiy kelishuvlar va ularning mamlakatimiz taraqqiyotiga ta'siri haqida batafsil suhbatlash maqsadida studiyamizga O'zbekiston Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti Bahrom Abduhalimovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustoz. Xush kelibsiz. Ta'kidlaganimizdek, bugun davlatimiz rahbari Washington shahrida bo'lib turibdilar. Buning boisi Tinchlik kengashining dastlabki sammiti jarayonlari. O'z-o'zidan savol tug'iladi ustoz. O'zbekiston so'nggi yillarda xalqaro maydonda haqiqatda ham faol yurish qilyapti va bu o'z samarasini beryaptiki, davlatimiz rahbarining har bir tashrifi, har bir muloqoti, har bir olib borayotgan o'sha hamkorligi besamar qolmayapti va bugun yangi O'zbekiston xalqaro hamjamiyatda ham tan olinayotgan munosib davlatlardan biriga aylandi. Keling, dastlabki fikrlarimizni shu haqdagi fikrlaringiz bilan boshlasak. Darhaqiqat bugun yangi O'zbekiston dunyodagi eng faol tashqi siyosat olib borayotgan davlatlardan biriga aylangan. Buni ham xalqimiz ko'rib turibdi, ham mintaqamizda mana qo'shnilarimiz, boshqalar shu bilan bir qatorda global maydonda dunyo hamjamiyati tomonidan ham juda katta o'zgarishlar bilan, katta bir e'tibor bilan kuzatilyapti O'zbekistonning xorijiy siyosati. Rostdan ham bugungi kunga kelib Toshkent nafaqat xorijiy siyosatni ishtirokchisi, balki uni arxitektoriga, me'moriga aylangan. Keyingi paytlarda dunyo miqyosida olib borayotgan katta ishlarni, katta siyosiy jarayonlarning deyarli barchasida O'zbekiston yetakchisini ishtirokini ko'ramiz. Nafaqat ishtirok, balki ko'p holatlarda amaliy takliflar va mana shunaqa yangi g'oyalar bilan xalqaro maydonda siyosat olib borilyapti va bu g'oyalarning aksariyati qabul qilinyapti ham. Endi mana shunaqa g'oyalardan biri, munosabatlardan biri bu dunyodagi eng yirik davlat bo'lgan, eng katta kuch bo'lgan, eng katta iqtisodiy qudratga, siyosiy qudratga, moliyaviy qudratga va dunyoda birinchi raqamli bo'lgan mamlakat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'lgan aloqalarimiz, unga nazar tashlaydigan bo'lsak, keyingi paytlarda bu aloqalar ham nihoyatda tez rivojlandi. Qisqa fursatda ichida davlatimiz rahbari 3 marta Amerika Qo'shma Shtatlariga borib, u yerdagi prezident bilan uchrashdilar va umuman xorijiy aloqalarni O'zbekistonnikini bir tahlil qiladigan bo'lsak, oxirgi 25-yilning o'zida 30 ga yaqin mamlakatga davlatimiz rahbari tashrif buyurdi. Taxminan shunga yaqin davlatlarning rahbarlari O'zbekistonga keldi. Bularning barchasi shundan dalolat beradiki, O'zbekiston bugungi kunga kelib global maydondagi yirik bir tashkilotchi yoki bo'lmasam davlatga aylanganligidan dalolat beradi. Endi bevosita Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlarga keladigan bo'lsak, men aytib o'tdim, bu ham rivojlandi deb, lekin biz ozgina orqaroqqa qaytaylik, 2017-yillarga qaytadigan bo'lsak, O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlarini 2017-yildan oldingi davrlarga qaytadigan bo'lsak, O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlarining aloqasi nihoyatda murakkab. Endi iborali qilib aytadigan bo'lsak, muzlatilgan holatda edi. Sababi O'zbekistonni Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoning eng nufuzli davlati juda ko'p tanqid qilib, taqiqlarga qo'ygan bir qancha salbiy ro'yxatlarda O'zbekiston bor edi. Bu diniy erkinlik masalasida yoki bo'lmasam bu mana shu majburiy so'z erkinligi masalasida, majburiy mehnat masalasida, paxta kompaniyalari bilan bog'liq bo'lgan yoki bo'lmasam u yerda voyaga yetmaganlarni ishga jalb qilish masalasida, davlat boshqaruvida liberalizatsiya, erkinlikni yo'qligi, modernizatsiya masalalari va boshqa masalalar bo'yicha O'zbekiston juda qattiq bir tanqid ostiga olinib, umuman aloqalarimiz deyarli uni
istiqboli haqida o'ylamasa ham bo'lardi. Mana shu holatga tushib qolgan edi. Muhtaram prezidentimiz 2017-yilgi masalan xorijiy mamlakatlarga olib borgan siyosatlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, shu davrdan boshlab ochiqlik, ikki tomonlama manfaat, endi oshkoralik. Endi biz yaxshi bilamiz, agarda xorijiy siyosatda qaysi bir davlat faqat bir taraf o'zini manfaatini ko'zlaydigan bo'lsa, bu aloqalar uzoqqa cho'zilmaydi. Shu sababdan ham O'zbekiston yetakchisini olib borayotgan siyosatda har ikkita tarafni manfaati yotadi. Va mana shunaqa undan tashqari mamlakatimizda bo'lgan islohotlar, mana barcha yuqoridagi aytilgan muammolar o'z yechimini topgan. Bugunga kelib bu inson huquqlari masalasi bo'ladimi, oshkoralik masalasi bo'ladimi, jamiyatni modernizatsiya qilish, boshqaruvni liberallashtirish, bularning barchasi o'z yechimini topgan va buni natijasida mana birinchi tashrif 2018-yilda yurtboshimiz Vashingtonga tashrif qildilar va buni aytish kerakki, mana shu tashrif O'zbekiston, yangi O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari orasida tub burilishni, yangi sifat darajasidagi aloqalarni boshladi. Oradan ko'p o'tmasdan 21-yilda yana bir uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu qaysidir ma'noda strategik yaqinlikni boshlab berdi. 24-yil esa mana shu strategik yaqinlik yanada kengaytirildi. Ikki orada 2023-yilda S5+1 shaklda uchrashuv bo'lib o'tdi. Buni ham ahamiyati juda ham katta. Bu nafaqat endi O'zbekiston, balki butun boshli Markaziy Osiyo mintaqasini Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bugungi kundagi aloqalari, uni rivojlantirish masalalari va mintaqaviy muammolar. Endi har bitta davlatda o'ziniki emas, mintaqaviy muammolar bu o'sha iqlim masalasini deymizmi, yoki bo'lmasam transport masalalarini, chegaraviy suvlar masalasi, umuman global miqyosdagi masalalarni kun tartibiga olib chiqqan yig'ilish bo'ldi va bunda ham O'zbekiston rahbarini katta o'sha tavsiyalari, takliflari va boshqalari, tashabbuslari o'z ijrosini topdi va bularning barchasi O'zbekistonni bugungi kunga kelib dunyo miqyosidagi yirik global masalalarni hal qiluvchi xorijiy aloqalar masalasida xalqaro maydonda o'zini nufuziga va ijobiy bir nufuziga ega bo'lgan mamlakatga aylantirdi deyishimiz mumkin. Bahrom aka, shu o'rinda fikrlaringizdan shuni anglash mumkinki, davlatimiz 2017-yilga qadar haqiqatda ham bir yopiq davlat sifatida, qandaydir bir chegaralangan, o'sha bir xalqaro maydonda o'z so'zini aytmagan, ishonchsiz, kuchsiz davlat sifatida namoyon bo'ladi-da, bu tabiiyki hammamizga ayon holat. Va azaldan aytishadi, O'zbekiston Markaziy Osiyoning yuragi deb. Va bugun mana davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan o'sha xalqaro maydonga qo'yilgan shaxdam qadam nafaqat yurtimizda, balki Markaziy Osiyo davlatlarida ham sezildi. Ularning ham faolligi oshdi. Hozir aytganingizdek, o'sha Markaziy Osiyo beshligi va +1 formatida Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib o'tgan uchrashuv, shuningdek yaqindagina aynan mana shu tashrif davomida Tinchlik kengashining dastlabki kelishuvlari Shveysariyada bo'lib o'tdi. Keling shular haqida ham so'zlasak, ya'ni bugun davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan siyosat demak katta bir ishonchni olib kelyapti. Ya'ni xalqaro maydon ham yurtimizga nisbatan, yangi O'zbekistonga nisbatan endi ishona boshladi desak, nazarimda to'g'ri bo'ladi. Albatta, mintaqamiz haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston o'zining geografik joylashuvi, bu yerdagi tarixiy yodgorliklarning mavjudligi, umuman tariximizda olib borilgan o'sha tarixiy jarayonlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, doim mintaqani qalbi bo'lgan asosiy ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham madaniy, ham ilmiy jarayonlarning barchasi asosini ko'p holatlarda mana shu O'zbekiston yurtimiz bugungi zaminimizdan boshlangan va biz nihoyat mamnun bilan bugun e'tirof etishimiz mumkinki, o'sha tarixiy yetakchilik mintaqamizda bugun shubhasiz O'zbekistonga o'tgan va uni avvalambor qo'shnilarimiz ham e'tirof qilyapti. Undan tashqari dunyo hamjamiyati, yirik siyosatchilar
ekspertlar ham e'tirof etishyaptiki, O'zbekistonni olib borayotgan siyosati nihoyatda jozibali. Ham jozibali, ham shu bilan bir qatorda manfaatlar va pragmatik, uni ustiga mana oshkor demokratik prinsiplar asosida olib borilayotgan siyosat. Shu sababdan ham u bugungi e'tirofini topdi. Endi bularni eng katta masalalardan biri bugungi mana butun xalqimiz, dunyo hamjamiyati katta e'tibor bilan kuzatayotgan muhtaram prezidentimizni Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifi va Tinchlik kengashidagi ishtiroklari. Buni shubhasiz aytib o'tishimiz mumkin. O'zbekiston diplomatiyasini, O'zbekiston yetakchisini navbatdagi muvaffaqiyati, bu bo'layotgan jarayonlarni kuzatgan avvalambor xalqimiz, qolaversa dunyo ekspertlari ham juda bir katta mamnuniyat va g'urur, e'tirof bilan kuzatishyapti. Zero O'zbekiston mana shu amalga oshirilayotgan Tinchlik kengashiga nafaqat ishtirokchi sifatida, balkim ta'sischi sifatida bu tashkilotga a'zo bo'ldi. Biz o'ylaymizki, bu tashkilot nihoyatda bir mantiqiy, kerakli tashkilot. Zero dunyodagi vaziyatni hammamiz yaxshi tushunib turibmiz. Nihoyatda tahlikali, turbulent vaziyat, dunyoni ko'plab nuqtalarida urushlar bo'lyapti va bu urushlarga yechim ba'zilari umuman topilishi nihoyatda murakkab holatga kelgan va mana shu sharoitda Tinchlik kengashini tashkil topishi va uni tarkibiga O'zbekistonni birinchilardan ta'sischi sifatida kiritishi shubhasizki O'zbekiston diplomatiyasini e'tirofi va O'zbekiston yetakchisini navbatdagi muvaffaqiyati deb qabul qilinishi kerak bo'ladi. Tushunarli. Ustoz, o'z navbatida biz tarixan haqiqatda ham buyuk bir davlatmiz. O'sha bobo-kalonlarimiz ko'rsatgan matonat, ularni bizga qoldirgan iz tarix haqida ko'p gapirishimiz mumkin. Aynan mana shu tarix bilan uyg'unlikda siz mana Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti sifatida bugungi qo'yilayotgan qadamlar naqadar muhim bosqichga deb o'ylaysiz va bugun qo'yilayotgan qadamning kelajakdagi salmog'i, kelajakdagi yutuqlarimiz, natijalarimizga o'rni qay darajada bo'ladi? Har holda bizni vatanimizning haqiqatda ham ko'pgina jihatdan barchaga o'rnak qilib ko'rsatadigan jihatlari bisyor. Siz nihoyatda to'g'ri aytdingiz. Men yuqorida aytib o'tganimdek, tariximizda O'zbekiston nihoyatda muhim mintaqa bo'lgan bizning yurtimiz va bugungi olib borayotgan mana shu islohotlar o'sha O'zbekistonni yetakchiligini, liderligini va bu yerdagi asosiy intellekt va boyliklar, barcha boyliklar mana shu hududda joylashganligidan dalolat beradi va bugungi O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni butun dunyo e'tirof qilyapti va aytib o'tish kerakki, mana shu bugungi qilayotgan ishlarimiz albatta yaqin kelajakda O'zbekistonni hozir ham e'tirof bo'lyapti, lekin yaqin kelajakda bugungi mana shu olib borayotgan siyosatlar o'zini yanada ko'proq mevasini keltirib, O'zbekistonni dunyoning rivojlangan mamlakatlaridan biriga ham bu iqtisod sohasida, ham siyosat sohasida, ham ta'lim sohasida, ham ilm-fan sohasida, madaniyat sohasida, mana siz aytib o'tdingiz, O'zbekistonni o'ziga xos va o'ziga mos bo'lgan qadriyatlari, urf-odatlari, tarixi, buyuk allomalari va boshqalari mavjud. Muhtaram prezidentimizni yangi O'zbekistonda olib borayotgan siyosatlari mana shu qadriyatlarni avvalambor tiklash, joy-joyiga qo'yish va yoshlarimizni va xalqimizni mana shu yuksak qadriyatlar va O'zbekistonni tarixiy o'zini yetakchilik masalalarini yanada qaytarishga qaratilgan bo'lib, bu siyosat shubhasiz o'zini kurtaklarini bugungi kunga kelib bera boshladi va biz o'ylaymizki, yaqin kelajakda buni yanada kattaroq natijalariga
barchamiz guvoh bo'lamiz. Tushunarli. Biroz oldin Bahrom aka, siz o'sha O'zbekiston AQSh munosabatlarida yangi bosqich boshlanganligiga alohida e'tirof etdingiz. O'sha 2018-yildagi ilk tashrif, 2021-yildagi muloqot, 2024-yildagi o'sha olib borilgan hamkorlik natijalari va o'zi umuman ko'plab sohalarda nazarimda bugun AQSh bilan munosabatlarimiz haqiqatda ham yuqori bir bosqichga chiqdi desak, eng gullagan davrga chiqdi desak, nazarimda to'g'ri bo'ladi. Sizning nazaringizda va sizning qarashlaringizda bugungi O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi munosabat qay darajada muhimligi bilan ahamiyat kasb etadi? Endi albatta bir necha 10 yil oldin kimdir bizga 25-26-yilga kelib O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari bilan mana shunaqa aloqalarga ega bo'ladi desak, hech kim ishonmas edi. Chunki Amerika dunyodagi eng yirik davlat, rivojlangan davlat, dunyo siyosatini boshqaruvchi, uni olib borayotgan siyosatidan ketidan ko'plab ergashuvchi davlat. Mana shunaqa yirik davlat bilan O'zbekiston rahbarining sa'y-harakatlari natijasida juda katta bir tarixiy rivojlanish bosqichlariga erishdik va buni aytib o'tish kerakki, birinchi navbatda bu O'zbekiston prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev va Amerika prezidenti Donald Trampning o'zaro munosabatlari biz yaxshi bilamiz. Mana oldingi tashriflar davrida ham Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti O'zbekiston yetakchisi haqida juda bir iliq, samimiy fikrlarni bildirdi. O'zini o'sha ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida va bizni davlatimiz rahbariga juda katta ishonch bildiryapti. Bu inson o'zini aytgan ishini qiladigan, gapirgan fikrini, bergan va'dasini bajaradigan inson sifatida baholayapti. Biz bilamiz, ko'p holatlarda xalqaro maydondagi munosabatlar ko'p ma'noda mana shu rahbarlarning, yetakchilarning o'zaro munosabatiga bog'liq. Shu nuqtai nazardan olib qarasak, mana bugungi holatni agar tahlil qilsak, iqtisodda olamizmi, endi xalqaro munosabatlarni maydondagini aytib o'tdik, yoki bo'lmasam madaniy, gumanitar sohadagi aloqalarni olamizmi, bularni barchasida juda katta keskin o'zgarishlarni guvohi bo'lamiz. Iqtisod sohasida tovar-oborot mana qisqa muddat ichida $1 milliard. Undan tashqari 300 millionga yaqin Amerikani investitsiyalarini o'zi, ularning katta qismi bevosita investitsiyalar. Amerikani yirik kompaniyalari o'zini faoliyatini yurityapti. Bugungi mana kechagi uchrashuvlarni ham biz ommaviy axborot vositalari orqali kuzatib boryapmiz. Yanada ularning fikrlari, ekspertlarni, ularning chiqishlarini ko'rdik. Bularning barchasi O'zbekistonga intilayotganligi sezilib turibdi. Davlatimiz rahbari sizlar kelsanglar barchaga sharoitlarni yaratib beramiz degan fikrni qayta singdirdilar ularga. Undan tashqari bir qancha ekspertlar, amerikaliklar mana shu Zoom orqali hududlarimiz hokimlarimizning ishtiroki natijasida bir kunni o'zida ko'plab masalalarni hal qilib olganligiga ham guvohi bo'lishyapti va bunga katta bahoni berib, mana shu iqtisodiy aloqalarimiz ham rivojlanayotganligidan dalolat beradi. Undan tashqari mana Exim Bankga o'xshagan yoki bo'lmasam o'sha yer tagidagi zaxiralarni qazib olish bilan bog'liq bo'lgan energetika masalasi, qishloq xo'jaligi, mana qishloq xo'jaligi Amerika Qo'shma Shtatlarida juda rivojlangan. Bu hatto shu darajaga borganki, ko'p qishloq xo'jaligining sohalari 1 yil oldin keyingi yil bo'ladigan hosilni boshqalarga prognoz berib, shunga erishish darajasiga yetgan. U yerda foydalanayotgan qishloq xo'jalik nihoyatda rivojlangan texnologiyalardan foydalaniladi. Undan tashqari juda katta shov-shuvga sabab bo'lgan bu Boeing kompaniyasi bilan erishilgan shartnoma, Dreamlinerlarni bu yerga kelishi. Mana kechagi yig'ilish davomida ham o'sha yirik kompaniyalardan Air Products, demak mana shu samolyot, havo yo'llari bilan bog'liq bo'lgan
materiallarni ishlab chiqarish, ularni bilan ta'minlash masalasiga bog'liq bo'lgan, Eximbankni aytdim, tekstil sohasidagi va xullas sohalarni ko'p. Ko'plab sanash mumkin. Ko'plab sanash mumkin. O'shanga juda bir sharoitlar yaxshilangan va bularning ichida eng muhimi Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonni Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'lgan munozaralari o'zini yakuniga yetdi. Bu ijobiy tomonga siljish bor. Albatta, endi Amerika Qo'shma Shtatlarini bunga o'xshagan sohada qo'llab-quvvatlashi tabiiyki O'zbekistonda bu masalalardagi faoliyatini yanada rivojlantiradi va ijobiy natijalarga sabab bo'ladi. Endi meni nazarimda iqtisoddan tashqari gumanitar sohada ham aloqalarimiz juda keskin, tez rivojlanib boryapti. Mana Webster universiteti bu yerda bir necha yildan beri faoliyat yurityapti. Undan tashqari texnologiya Arizona universitetini zamonaviy texnologiyalarga o'qitishga bag'ishlangan yana bitta universiteti ochildi. Ustoz, keling shu o'rinda sizni bu tashrifga oid xulosalaringiz bilan ham yaqindan tanishsak. Xo'sh, bu tashrif davomidagi xulosalarimiz qanday bo'ladi? Tinchlik kengashining ilk sammitidagi natijalarimiz qanday bo'ladi va sizning mana shu tashrif davomida amalga oshirilgan uchrashuvlar, muloqotlar, hozir aytib o'tdingiz, AQShning yirik kompaniyalari, korporatsiyalari rahbarlari bilan uchrashuvlar, kelishuvlar amalga oshirildi va bu iqtisodiyotimizdan tashqari ijtimoiy hayotga ham, umuman ko'plab sohalarga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatishi bor gap. Keling shular haqidagi xulosaviy fikrlaringizni tinglasak. Endi albatta mana bu hozirgacha amalga oshirilgan muzokaralar, munozaralar, uchrashuvlar shundan dalolat beradiki, mana shu tashrif nihoyatda muvaffaqiyatli bo'ladi va bu tashrif avvalambor yuqorida qayd etilgan masalalar bo'yicha yangi imkoniyatlarni olib keladi O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari orasidagi hamkorlikda va shu bilan bir qatorda mana tinchlik sammiti, G'azoni ta'mirlash, u yerni qayta qurishga rejalashtirilgan bu juda bir muhim kelishuv. Albatta. O'zbekiston aytib o'tish kerakki, bu jarayonlarni avvalroq ham boshladi qaysidir ma'noda, chunki biz yaxshi bilamiz, Falastinda talofatga tushgan oilalar kelib O'zbekistonda ularga sharoit berildi, tibbiy yordam ko'rsatildi. Mana shu yerda sayilgohlarda damini olishdi va undan tashqari eng muhim O'zbekiston uchun katta muvaffaqiyat bu O'zbekistonni avvalambor mana shu kengaytirilgan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan strategik munosabatlari, Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi, Tinchlik kengashini muhim ta'sischilaridan biriga aylanganligi va boshqa aloqalarning barchasi O'zbekistonni dunyo miqyosidagi muhim global ishtirokchiga aylanganligidan dalolat beradi. To'g'ri aytasiz, haqiqatda ham bugun yurtboshimiz boshchiligida xalqaro maydonda katta qadam qo'yyapti va dadil qadam qo'yayotganligi bizni, hamma fuqarolarni xursand qiladi. Bahrom aka, sizga tashrif uchun o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Hali kun davomida O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari munosabatlari borasidagi muhim fikrlar dasturlarimiz orqali yetkazib boriladi. Hurmatli teletomoshabinlar, ayni daqiqalardagi studiyamiz mehmoni O'zbekiston Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti Bahrom Abduhalimov bo'ldilar. Ustoz, sizga tashrif uchun, yetkazilgan ma'lumotlar uchun, mazmunli suhbat uchun minnatdorlik bildiramiz va bu studiyada yana muhim voqealar, muhim tafsilotlar bilan uchrashishni niyat qilamiz. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Salomat bo'ling. O'zbekiston 24 telekanalini kuzatib boring, dasturlarimiz davom etadi. Ta'kidlaganimizdek, bu mavzu yuzasidan biz hali yana navbatdagi soatlarda uchrashamiz. Omon bo'ling.